Hazır men xaritini ko'rsatib qo'yganim Mo'g'ulistonning yana hozirgi Yevropadagi butkul podshohlarning jamiyatining kelib chiqish tarixi. Bu 9-asr atrofida Norvegiyaning dengiz bo'ylarida umumiy nufusi 90 ming atrofida bo'lgan Mo'g'uliston deb atalgan bir millat yashagan Viking deb qo'ydi ularni. Balkim tarixga qiziqqanlar yoki kino ko'rganlar bilishi mumkin. Bular butkul Yevropaning dengiz bo'ylarida aylanib yurib 10-20dan 40dan bir odam bo'lib, u yerda o'zining imperiyasini qurishni boshlagan. Hatto Çarosiya'nın padişahından tortib İtalya'nın, Sitsiliyaning, İspanya'nın padişahı kadar bo'lgan hammasi ashlarni avlod ekan-da. Ash vikinglarning avlod ekan. Hayron qolsa bu 90 ming odam qanday qilib butkul Yevropaning podshohligini ko'zga qo'lga tushirdi debchi. Buning uchun doğrusiga qarsak ularning o'limini qo'rqmaydigan jasoratini ko'rdik ekanmiz-chi. Hatto shu Omanninki hozirgi hokimiyat beshlik ibadiylar mazhabidan saqlanib qilish to'g'riliq ba'zi bir rivoyatlar va islom tarixiga qiziqqanlar ko'rsalar. Aş 6-nechinchilari Elrazanoning askarlari ularni bo'ysundirmiz deb borgan vaqtda Omanning atrofiga o xavarishlarning ayollaridan 40 ayol bir saf bo'lib qo'l qilchib chiqdi ekanda. Ularning to'g'rilgan shuarni nima desa, "Ma 5 ming yuk bo'ldi. Chichimni tarash menga eg'ir keldi. Beshimni bo'ynimdan uzib chash tarash g'alabasidan azod qilmini" deydigan bir naqsi bor ekan ularning. Oshnoqsini to'lab oldiga etildi ekan. Shundan 4 xotin o'ldi ekan u yerda, ammo 40 ayoldan qo'rqib 2000 askar kayda yelib chekinib ketgan ekan. Tarix mashhur rivoyatchi bu. Demek dünyadaki bu siyaset diyen nereden en ahırının çokum uğraşık takıldığını mukarrarçı. Siyaset çokum canı takıldı bu mukarrar. Vatan davabıyla kurulmaydı çok. Yani dünyanın hiç kandak yerde vatan davabıyla kurulmaydı. Vatan inkılap bilen, küreş bilen, ülüş bilen kurulmaydı. 1970 yılı Tiflis'teki bankı bulaş, dili olsa münasebet cinayetken buyururken Lenin bilen Stalin. Yani 1970 yılı Groziyanın hazır Grozya uçak Çarosya empriyesi karaydı o. Gruziyaning poytaxti Tiflisdan Moskvaga bajmandurmiz deb tayyorlagan vaqtda Lenin bilan Stalin planlab bank bo'ladi ekan. Bularning bo'lgan puli shu chog'da 4 million dollarga to'g'ri keladi ekanda. Siz o'ylab boqinglar 1970-yilda 4 million dollarning qiymati nada? Shu 1970-yildagi bank bulash voqeasidan keyin Leninga Stalin quyruqi chiqarilgan ekan. Ularni tashkilga odamlarni ko'rganlar Vladimir Lenin, Maksim Litvinov, Leonid Krasin, Aleksandr Bogdanov, Joseph Stalin. Muşlab planlab etkanda bank bulash voqeasini. Siz ma'nodan ko'rsam bo'ldi, insonlar o'zining g'oyasini amalga oshirish uchun o'limga mutarva qilmaganda, shunami emasmi? Shu chog'da andin bularga g'alaba quchoqlashgan. Agar 1970-yildagi mushqatliq pul bo'lmagan bo'lsa, balki bu oktyabr inqilobini qo'zg'agan bo'lsa mumkin-da. Oktyabr da'vosi qilib o'tirgan bo'lsa, bular sotsializm to'g'ri deb so'zlab o'tirgan bo'lsa, ish to'g'ri xatolikni isbotlash bilan birga bir zo'rlik kuchiga ehtiyoj narsa siyosatchi. Bütün dünya devletlerde devlet müdafaa armiyası olduğu neyim için? Eğer davuli akıdığına iş olsa kişiler neyim için armiya bakıdı? Demek davulinin akmaydıgan yeri var. Koray kişini tiklap koyup, koşunu tayak kırtıp, onun için sözlerimiz davulinin için. Kelgüsü de müşün avradı bu iş. Men mavi, bu konu zaman değişimler mümkün. Men mavi yeni zamandaki neyse, sol taraftaki adam Haşim Taç. Yani hazırki Kosova'nın prezidenti. Bu 1968 yılda 1997 yıl 7. ayın 11. günü bunun artılan cinayetini qaranglar. Demokratik Partiya Kosovoni qurgan, Kosovo azad frontini tashkillagan. Dunyoning joy-joylariga men qaranglar. O yillar ko'rsatib Received large funds from Albania. Albaniya chatanlik albaniyaliklardan va Albaniya qor jamiyatidan Avropa va Amerikadagi taxminan 100 million dollarga yaqin mablag' qabul qilgan deydi. Ma'u 2000-yil bo'layotgan ish ma'u qarindoshlar. 1997-yil tutish buyrugi chiqargan bir jinoyatchi shundan 2000-yilga kelgancha nima bo'ldi? Kosovoning mustaqilligini jakaldi. Hattoki prezident Clinton kelib buni medal berdi. Clintonning haykalini tikildi Kosovoga. Shunaqmi? Demek bir devletin kuruluşu kadınlarsa yalnız nazariyelerden bulmaydı. Bizim arzuyumuz bilen bulmaydı. O bir real iş. O bir kaptık iş. Onun için biz umumiyüzlük bir halkını seferber kılan, halkını devletçilik edeceğiz kandağı oldu, kelgisi kadın baskının kandağı oldu. Ben bayağı gepimini yeni tekrarlaşına ornuyor. Biz özümüzün kılvatkan işini özümüz bilirgen bir nazariye ve bilimge görüşümüz gerek oldu. İzçildep kılvatımız yeni teklif koyuyla. Bilim, irade, parasat, katarlıklarına hiç kayısının en arkalık paytlerde kişilik karakterinin, cesaretinin kudretinde güçlük olmaydı. Siyasi özgürlük biz bilen münasebesiz olgan ama buluşu görünüp duruyotgan bir iş.
Ondan bizning tayyorligimiz eng muhim, biz qiladigan ish mush shu. Dunyo kuchlarning qo'llashi mush uch narsa bir-biriga dal kelmasa, biz mustaqillikni olamaymiz. Mush uch dal kelgan fursatda bizning mustaqilligimiz qo'lga kelishi mumkin-ku. Bu yerda eng ojiz narsani Xitoy siyosatini biz faraz qila olamiz, nima? Yaqinlashyapti deb. Dunyoviy kuchlarning qo'llashini biz Amerika bilan Xitoyning raqobatidan dunyoda birinchi o'rinlik o'rinni talashishidan bir narsani his qila olamiz, ko'ra olamiz. Ammo eng xatarli narsa bizning fursat tutgan tayyorligimiz bo'lyapti. Endi qanday tayyorlik ham bo'lmaydi desa, biz bu yerda deb o'tdik, kuchli siyosiy kapital, aktiv fidokorlar, kuchli ichki mexanizmi va bir vatanparvarlar qo'shini, to'g'ri siyosiy aloqa, to'g'ri siyosiy tashabbus, eng muhimi kuchli ommaviy asos. Bu kuchli ommaviy asosni biz faqat partiya a'zosi orqali ko'rsatamiz dunyoga. Yani eğer biz 500-600 deb o'ltirsak, dünya xalqining oldida shu Xitoyning bir o'tin milliy bergunchi degan gapni isbotlab beramiz. Aramız ba'zi munofiqlar berib, biz mustaqil bo'lishni emas, insoniyat yashashni istaymiz deydigan. Biz zot ko'p sonli xalq mustaqil bo'lamiz deydigan bir umumiy bir jasoratni, mustaqillik irodasini o'tirib qo'ymasak, qarindoshlar, mag'lub bo'lib ketamiz, aniq shu chiqish yo'lini topolmaymiz hayotimizda. Men ma'lum ko'p narsalar biz qiladigan ishlar shu, ya'ni fursat tutilgan bekorlik uchun vatanparvarlar qo'shinini barliq keltirish. Bizim kelgusi ishimizda ikki tarafli omil bor, ya'ni bir ichki omil va sirtqi omil. Ko'pchilik xalqning tavranmas davlat qurish irodasi. Dunyoning qimmat qarshiga uyg'un bo'lgan davlatchilik ideyasining ommaviy asosi. Kuchli ommaviy asosi va rahbarlik mexanizmi bo'lgan sistemli kollektiv. Planli qadam bosib harakat bu bizning ichki omilimiz, biz qiladigan ishlar bu. Hech kim qilish bermaydi boshqa. Ammo Xitoyning dunyo bilan bo'lgan zo'mgarlik talish bu urushiga qarshi Amerika va boshqa kuchlarning Xitoyni parchalash irodasi kelishi, ularning bizning kuchli siyosiy kapital, siyosiy mablag' solishi bizning vatanga albatta ular kelishib qaytarib oldi, har qanday bir sog'an mablag'ini. Endi Xitoy hukumatining irodasining mag'lub bo'lishi bunday qiyinchiliklar oldida va boshqa xalqaro siyosiy muhit qatorlarning hech qaysi ergashma narsalar bu-ku. Biz mush irodamizni chintira olsak, mushni o'tirib qo'ya olsak, ondan xuddi Kosovo hukumatiga o'xshab bir masalalarni sodir bo'lishiga asos sola olamiz. Hatto biz zot mustaqil bo'lmasam, mana kun yo'q, sana kun yo'q deydigan narsani haqqa dunyoga ko'rsatishimiz kerak-ku biz. Xuddi Kosovoliklarga o'xshash. U Xitoylarmi Uyg'urlar davlat qurib berib qutulmasa, qutlanmayotganimiz bo'ladi deydigan bir tushuncha kelish kerak. Bizning hozir qiladigan ishimiz birinchi tashkillanish. Biz vatan qurimiz abatimiz, vatan deganni kollektiv bilan oladi insonlar. Oldin qatım bir qarinishimiz bir yozma yozibdi, nihoyat yaxshi. Har qanday bir odamning cho'qim bir siyosiy kollektivi, bir tava tashkiloti bo'lishi kerak deb. Nihoyat yaxshi ko'rdim u maqolani. Uni qaytib bir tuzib, kengaytirib bir narsa qilish kerak ekan deb o'yladik. O'tirib qo'ygan ideya nihoyat yaxshi. Ya'ni har qanday bir askarning cho'qim bir tavaligi bo'ladi-ku. Manchinchi polk, manchinchi udliya, manchinchi banning a'zosiman deb deydi shunami? Siz askarlarning a'zosisiman, birinchi polk, ikkinchi Ödünye, mancınçı onluqdaki askeri deyiş mümkün mesela. Ama ben bir asker desem, sen qaysi bölüksin, ben tava poluk yok. Ben tava nim yok, onda asker olmaydı ki, dünya şuna mı mesela? Hatta bir partisan boğan taqdırım, onun bir rəhbərlik sistemisi, onun bir tava qoşunu buluş gerek, onun ideyası buluş gerek de. Şuna mı mesela? Mening xatoligim veya har qanday bir aramızdaki bir adamning xatoligi bilan biz o'zimizning g'oyasidan voz kechsak to'g'ri bo'lmaydi. Bu siyosiy safa emas. İzchil deyilyapti. Bu vatanni qutultirishlaydigan bir g'oya, ota-onamizni o'ltirayotgan bir dushman bilan bir saf turib Xitoyga qarshi o'q atalardan bir sapani talab qiladi shu bizdan. Agar undaq bo'lmasa bizning vatanparvarligimiz yolg'on. Biz qalbimizning g'azab nafratimizning 99%ni Xitoyga qaratgan vaqtda, 1% yerga o'xshab g'ayb-g'ovg'atlar patmaydi-ku. Ammo biz Xitoyga bo'lgan nafratni 1% yerga qo'yib, 99% yerga o'zimizning shaxsiyatini qochirib olgan vaqtda, shaxsiy dushmanlarga bo'lgan dushmanligimiz yangrab ketadi bizning qalbimizda. Endi oxirgi siyosiy va iqtisodiy aylanma kapital yaratish dedik. Bu balki muayyan bosqichdan bo'lishi mumkin. Hozir tirishyapmiz barpo qilish uchun. Endi siyosiy kapital deganda bizning ko'limimiz, odam sonimiz, bizning ideyamiz, tashkiliy prinsipimiz, bizning mustahkamligimiz eng muhimi. Mushlar bizning siyosiy kapitalimiz bo'ladi, ammo iqtisodiy aylanma kapital demasamiz bilasizlar, bu narsani barpo keltirishni tirishyapmiz. Bu balki ma'lum bir vaqtga ehtiyoj bo'lishi mumkin. Endi hozir qiladigan ishimiz shu, mustaqillik nishonining sistemasini tug'ish. Har biraylar o'zimizning qalbidagi mustaqillik nishonining sistemasini aniq oydinlashtirishimiz. Ondan bu orqali biz atrofimizdagilarning davlatchilik ideyasini aktivlashtira olamiz. Bu davlatchilikning diniy ideya emasligini, davlatchilikning millatchilik ideyasi emasligini, bu davlatchilikning quruq gap emasligini, buning bir reallikda amalga oshqil bo'ladigan harbiy harakat ekanligini eng oxirida xalq tushuntirish kerak-ku. Bu qarab qo'yish bilan, umid qilish bilan amalga oshirgan ish emasligini bildirish kerak.
Bunun için biz şu partinin ammaviy asasını kengaytib kölam barpo qilamiz deyish uchun boya degandek mustaqillanishimizning sistemasini o'zimiz davlatchilik ideyasini eng avvalo o'zimiz turib egallashimiz kerak.